mehnat shartnomamni ish beruvchi ogohlantirmasdan bekor qilsa, xodim sifatida qanday huquqlarim bor? Mehnat shartnomasi ish beruvchining tashabbusiga ko'ra bekor qilinyapti. Bu mehnat qonunchiligiga ko'ra ish beruvchi o'zining tashabbusi bilan mehnat shartnomasini bekor qilayotgan paytda xodimni bu haqda ogohlantirish muddatlariga rioya qilishi shart. Ya'ni mehnat kodeksida bu haqda ham normalar belgilab qo'yilgan. Unga ko'ra ish beruvchi xodimni korxona tashkiloti tugatilayotganligi yoki mulklari o'zgarayotganligi nuqtai nazaridan. Bundan tashqari ishlab chiqarish hajmi, shtatlar soni qisqarayotganligi. Agar xodimning malakasi qilayotgan mehnatiga noloyiq deb topilgan taqdirda ish beruvchi mehnat shartnomasini bekor qilish haqida xodimni 2 hafta oldin ogohlantirish shart. Fuqarolik ishlari bo'yicha tumanlararo tuman shahar sudlari tomonidan bu kabi ishga tiklash haqidagi nizolarni ko'rish paytida ham ular haqiqatan ham ish beruvchi tomonidan ogohlantirish muddatlariga rioya qilganlik, qilmaganlik holatini batafsil o'rganishi lozim. Agar ish beruvchi tomonidan xodim ishdan bo'shatish, ya'ni mehnat shartnomasini bekor qilish to'g'risidagi ogohlantiruv olmagan bo'lsa, u sudlar tomonidan uni ishga tiklash to'g'risidagi buyrug'ini, qarorini chiqarish uchun asos bo'ladi.